هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Kehf tefsiri 29. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende dehtanlağa İbn Kesir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Sure Kehf 29. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu hak Kur'an Rabbinla tarafından nazil buludu. Xalıgan adam iman etsin, xalıgan adam kafir bolsun degin. Biz hakikaten kafirlar için tütün perdeleri ulanı oruv aladigan o'tni tayyorladik. Ular tashnalikdan suv talab qilsa, ularga madan eritmasiga o'xshash yuzlarni ko'ydirib yetadigan nihoyat qiziq suv berildi. Bu nima degan yomon sharob? Jahannam nima degan yomon joy? Haq Qur'onning Alloh taolo tarafidan nozil qilinganligi va uningga ishonmaganlarning jazosi. Allah Teala Peygamberi Muhammed aleyhisselam'ın kişilerge men sizlarga Rabbinga tarafından elib kelgan bu Kur'an bolsa shak shubhisi yo'q bo'lgan haqdir deyishni buyurup mundaq dedi. Bu haq Kur'an Rabbinga tarafından nazil bo'ladi. Xalıgan adam iman etsin, xalıgan adam kafir bo'lsin. Bu Allah Teala'nın qattiq tahdididir. Şuna Allah Teala mundaq dedi. Biz hakikaten kafirlar için, yani Allah Teala'nın peygamberlerine ve kitaplarına işenmeyenler için tütün perdeleri ulanı oruv aladigan o'tni tayyorladik. İbn Jurayj İbn Abbas radıyallahu anhumanın bu ayetning ma'nosi haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Tütünleri ulanı oruv algan o'tni tayyorladik deganlikdir. Ular tashnalikdan suv talab qilsa, ularga madan eritmasiga o'xshash yuzlarni ko'ydirib yetadigan nihoyat qiziq suv berildi. İbn Abbas radıyallahu anhuma bu ayetning ma'nosi haqida mundaq dedi. Ularga rangi moyning layiga o'xshash yuzlarni ko'ydirib yetadigan nihoyat qiziq qo'yiq suyuqlik berildi deganlikdir. Mujahid bu oyatning ma'nosi haqida ularga qon va yiringlarga o'xshash yuzlarni ko'ydirib yetadigan nihoyat qiziq qo'yiq suyuqlik berildi dedi. Ikrima bu oyatning ma'nosi haqida ularga qiziqlik darajasi eng yuqori chiqqan suv berildi dedi. Qiziqlik darajasi eng yuqoriga chiqqan suv berildi dedi. İbn Mas'ud ve başqalar bu ayetning ma'nosi haqida ularga tömür ve oltinga o'xshash narsalardan eritilgan qiziq suyuqlik berildi dedi. Zahak bu ayetning ma'nosi haqida mundaq dedi. Cehennemning suyi qoridir. Cehennemmi qoridir ve onunga kirgan odamlarmi qoridir. Bu ayetga berilgan bu ma'nolar bir-biriga qarshi kelmaydi. Çünkü ularga berildigan suyuqlik qora, sesiq, qo'yiq ve yüzlerini ko'ydirib o'tadigan darajada qiziqdir. Yani kafir onu içmekçi bulup ağzıga yaqin elib kelganda u uning yuzini chavartib etadi. Hatta yüzünün terisi soyulup suyuqlikqa tushadi. Said ibn Jubayr
Dövzaq kirganlar qo'soqlari oshqanda yigidek narsa talab qiladi. Ularga zaqqum daraxining mevasi berildi. Ular uningdan yeydi-da, yuzlarining terilari so'yilib tushadi. Navoda ular tonuydigan birasi dozaqda ularning yenidan o'tib qolsa, ularning yuzlarining terilarini tonib oladi. Ondan ularga ussuzlik yetadi. Ular ichkidek narsa talab qiladi. Ularga qiziqlik darajasi eng yuqoriga chiqqan suv berildi. Ular suvni ichay deb og'ziga yaqin elib kelganda, suvning qiziqligidan terisi tushib ketib, yuzida qolgan go'sh qo'rilib ketadi, dedi. Shunga Alloh taolo ularga beriladigan suvni shundoq sifatlar bilan sifatlab bo'lgandan keyin mundaq dedi. Bu nima degan yomon sharob? Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Mundaq taqvodorlar dozaqda mangu qoladigan qaynoq suv bilan sug'urilib, qiziqligidan uchaylar par qilinadiganlar bilan o'xshashmi? Suvlari qaynab turgan buloqdan sug'urildi. Ular dozaq bilan qaynoq suv orasida berib kelib turdi. Ya'ni gohida o't bilan, gohida qaynoq suv bilan azoblandi. Cehennem nima degan yomon joy? Ya'ni dozaq nima degan yomon o'rin va qarorgoh, ha? Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Cehennem haqiqatan yomon qarorgohdir, yomon joydir. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga keladigan bo'lsak, biz ularning qilgan yaxshi amallarining savobini haqiqatan yo'q chiqarib etmaymiz. Eni shular ostidan o'stanglar iqib turadigan, ular doim turadigan jahannamlardan bahramand bo'ladi. Jannatda ular oltin bileziklarni soladi. Nepiz va qilin yipakdan ishlangan yeshil kiyimlarni kiydi. Oltin va esil raqlar bilan qoplangan taxtlarga yo'linib o'ltirdi. Bu nima degan yaxshi mukofot? Jannat nima degan go'zal joy? Iymon etgan va yaxshi amal ibodat qilganlarning mukofoti. Alloh taolo yuqorida badbaxtlarning ahvolini bayon qilib o'tgan edi. Uning agashtiribla bu yerda Alloh taolo iymon etgan, payg'ambarlar ilib kelgan haqiqatga ishongan va ular buyurgan yaxshi amal ibodatlarni qilgan baxt saodatli kishilarning ahvolini bayon qildi. Ularga tayyorlangan mukofotni bayon qilib mundaq dedi. Ani shular ostidan o'stanglar iqib turadigan, ular doim turadigan jannatlardan bahramand bo'ladi. Ya'ni ular turgan uylarining ustidan o'stanglar iqib turadigan, ular turgan uylarning ostidan o'stanglar iqib turadigan, ular doim turadigan jannatlardan bahramand bo'ladi. Cennette ular oltin bileziklarni soladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Ular jannatlarda oltin bileziklarni va marvoyitlarni zinnat buyumlari qiladi. Ularning kiyimi yipakdan bo'ladi. Alloh taolo bu yipakning qandoq yipak ekanligini bu oyatda tafsili bayon qilib mundaq dedi. Nepiz va qilin yipakdan ishlangan yeshil kiyimlarni kiydi. Oltin ve esil raqlar bilan qoplangan taxtlarga yo'linib o'ltirdi. Bu oyatning ma'nosi haqida ikki xil ko'z qarash bo'lib, biri ular taxtlarga yo'linib o'ltirdi degan ko'z qarashdir. Yana biri ular taxtlarda badashqon qurib o'ltirdi degan ko'z qarashdir. Bu nima degan yaxshi mukofot, jannat nima degan go'zal joy. Ya'ni jannat ularning qilgan yaxshi amal ibodatlari uchun berilgan nima degan yaxshi mukofot, nima degan yaxshi o'rin va yaxshi joy. Alloh taolo dozaq kirganlarning holini bayon qilganda, ularga tayyorlangan jazoni bayon qilib, bu nima degan yomon sharob, nima degan jahannam, nima degan yomon joy deganidek yaxshi amal ibodatlarni qilganlarning ahvolining bayonidan keyin ularga tayyorlangan mukofotni bayon qilib mundaq dedi.
Bu nima degan yaxshi mukofot, jannat nima degan go'zal joy. Alloh taolo yana bir o'rindimi do'zax bilan jannatning oraliqida mushundoq selishtirma qilib mundaq dedi. Jahannam haqiqatan yomon qarorgohdir, yomon joydir. Ondan jannat to'g'risida mundaq dedi. Ayni shular sabrlik bo'lganligi uchun jannat bilan mukofotlandi. Ular jannatda farishtalar tarafidan qilingan duo va salom bilan qarshi ilindi. Ular jannatda mangu qoladi. Jannat nima degan go'zal qarorgoh, nima degan go'zal joy. La ilaha illalloh. Ular ya'ni kambag'allarni yiningdan qo'g'lib etishini talab qilgan kofirlarga mundaq bir mu'min, biri kofir bo'lgan ikki odamni misol qilib keltirgan. Ularning biriga, ya'ni kofirga biz atrofi xo'rmizorliq, ikki bog'ning o'ttirisi ekinzorliq bo'lgan talliq ikki bog' ato qildik. Har ikkilisi kam kutisiz, to'liq meva beradigan bog'lar bo'lib, ularning orasidan iqib turadigan o'stangni barpo qildik. U, ya'ni bog' egisi nurg'un mol-mulkka ega edi. U birodarga faxrlanib, "Men sendan boy, odamlarim, ya'ni xizmatchilarim, bolalarim, yordamchilarim seningnikidan ko'p" dedi. U mu'min birodarini yetilab, beg'iga kirib, kufrlik qilish bilan o'ziga zulm qilgan holda aytdi. Bu bog' mangu yo'qolmaydi deb o'ylayman. Shuningdek qiyomat bo'lmaydi deb o'ylayman. Agar men Rabbimga qaytarilgandimmi, ya'ni qiyomat bo'lgandimmi, albatta bu bog'dan yaxshiroq joyni topaman. Boy kafir bilan faqir musulmonning misoli. Alloh taolo musulmonlarning ojizlari va faqirlari bilan birga o'ltirishdan cho'nglik qilgan, ularga o'zlarining mol-mulki va nasablari bilan faxrlangan mushriklarning ahvolini bayon qilib bo'lgandan keyin Alloh taolo mushriklarga biriga, ya'ni kofirga atrofi xo'rmizorliq ikki bog'ning atrofi va o'ttirisi ekinzorliq bo'lgan. Bog'lardagi har bir tip meva daraxti va ziroatlar kam kutisiz to'liq meva beradigan talliq ikki bog' qilib bergan ikki kishining misolini keltirib berdi. Bog'lardagi har bir tip meva daraxti va ziroatning kam kutisiz to'liq meva beradiganligi haqida Alloh taolo mundaq dedi. Her ikkilisi kam kutisiz to'liq meva beradigan bog'lar bo'lib, ularning orasidan iqib turadigan o'stangni barpo qildik. Ya'ni bog'larning orasida o'stanglar uya bu yerga iqib turdi. U, ya'ni bog' egisi nurg'un mol-mulkka ega edi. Bu oyatning ma'nosi haqida ikki xil ko'z qarash bo'lib, biri bog' egisi nurg'unlagan mol-mulkka ega edi degan qarashdir. Yana biri bog' egisi nurg'unlagan mevalarga ega edi degan qarashdir. Bu yerda ikkinchi qarash kuchliroqdir. Bu qarashni ham bu oyatning yana bir xil qiroatini kuchlantirdi. U birodariga faxrlanib, ya'ni u birodar bilan jidallashib, munozirlashib, faxrlanib va o'zini boy hisoblab, "Men sendan boy, odamlarim, ya'ni xizmatchilarim, bolalarim, yordamchilarim seninkidan ko'p" dedi. Qatada mal dunyosining ko'p bo'lishi va odamlarning jiq bo'lishi kofirlarning orzusidir dedi. U mu'min birodarini yetilab, beg'iga kirib, kufrlik qilish bilan o'ziga zulm qilgan holda aytdi. Ya'ni u kofirlik, o'z beshimchilik, cho'ngchilik va qiyomat kunini inkor qilish pozitsiyasi bilan aytdi. Bu bog' mangu yo'qolmaydi deb o'ylayman. Ya'ni u bog'lardagi ziroatlarni, mevalarni, daraxtlarni va bog'larning ichida uyoq bu yoqqa iqiyotgan o'stanglarni ko'rib, gollanib ketib, bog'larni yo'qolmaydi, quruq dilinib qolmaydi va biror ofatga uchramaydi deb gumon qildi.
Bu onun aqlining kamligidandir. Allah Taolaga bo'lgan ishonchisining ojizligidan, dunyoga va uning saxta zinnatlariga go'llanib ketganligidan va oxiratga ishonmaganligidan bo'lgandir. La ilaha illalloh. Shuni u mundaq dedi. Shuningdek qiyomat bo'lmaydi deb o'ylayman. Agar men Rabbimga qaytarilgandimmi, ya'ni qiyomat bo'lgandimmi, albatta bu bog'dan yaxshiroq joyini topaman. Ya'ni agar qiyomat qoyim bo'ladi va Alloh taolaning dargohiga qaytish bo'ladi degan taqdirdami, u yerda yana Rabbimning yanida menga bu nasibidan yaxshiroq nasibi bordir. Men Alloh taolaning oldida hurmatlik bo'lmaydigan bo'lsam, Alloh taolo menga bularni bermaydi dedi. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah Taala mush xildagi kishilarning deydigan so'zini boshqa bir yerda bayon qilib mundaq dedi. Mubada qiyomat bo'lib, men Rabbimga qaytarilgandimmi, uning dargohida cho'qim jannatga erishiman deydi. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan va menga oxiratda albatta mol-mulk, avlod berildi degan odamni ko'rdingmi? Ya'ni Alloh taolo oxiratda albatta menga mol-mulk, avlod berdi deb ching turgan odamni ko'rdingmi? Bu oyat As ibn Vail to'g'risida tushgan. Buning tafsiloti Alloh taolo xolasa Maryam surasida keladi. Allah Taala bizning ishonch bog'laydigan va hamma ishlarimizda yo'linadigan egimizdir. Uningga mu'min birodari munozirlashgan holda aytdi. Seni aslida tuproqdan, ondan abi manidan yaratib, ondan seni ravurus inson qilgan zotni inkor qilamsan? Lekin men Rabbim bo'lgan u Allohni e'tirof qilaman. Rabbimga hech ahadini shirik keltirmayman. Sen beg'inga kirgan chig'ingda Allohning xolig'ini bo'ladi. Allohning yordami bo'lmasa, qo'limdan hech ish kelmaydi desangchi. Sening qarashingcha mening milim va avlodim seninkidan oz bo'lsa-mu, umidki Rabbim menga sening beg'ingdan yaxshiroq narsa ato qilgay. Beg'inga osmondan bir ofat yuzlantirish bilan beg'ing tüp-tüz qaqas yerga aylanib qolgay. Yoki uning suyi singib ketib, uni izlash, ya'ni asliga keltirish sening qo'lingdan kelmaydi. Paqir musulmonning javobi. Alloh taolo kofirning hamrohi bo'lgan paqir musulmonning uningga nasihat qilgan, uni Alloh taologa ishonmaganligidan va dunyoga go'llanib ketganligidan to'sgan asosda kofirga bergan javobini bayon qilib mundaq dedi. Seni aslida tuproqdan, ondan abi manidan yaratib, ondan seni ravurus inson qilgan zotni inkor qilamsan? Ya'ni bu mu'minning kofirning o'zini insonlarning otasi bo'lgan Odam alayhisalomni loydan yaratib, ondan uning naslini abi manidan yaratgan Rabbiga qilgan inkorini qattiq tanqid qilishidir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Allohni qandoqmi inkor qilisizlarki, jonsiz edinglar, Alloh sizlarga jon berdi. Ya'ni otanglarning pushtida, onanglarning qornida abi mani edinglar. Keyin ajlinglar to'shqanda Alloh jininglarni oladi. Ondan keyin teriltirdi. Ya'ni sizlar Rabbinglarni qandoqmi inkor qilisizlar? Sizlarga uning borlig'ini ko'rsatib turadigan alomatlar nihoyat ochiqdir. Har bir inson ko'nglida har bir maxluqotning aslida yo'q ekanligini, ondan uning borliqqa keltirilganligini, uning o'zini paydo qilmaganligini yoki uni o'ziga o'xshash maxluqotlarning birasi paydo qilmaganligini obdan biladi. Shundoq bo'lgan ekan, u o'zining uningdan boshqa iloh yo'q bo'lgan zot
o'zini va barliq narsalarni yaratquchi bo'lgan Alloh taolo tarafidan barliq keltirilganligini bilib yetadi. Şuna mu'min mındaq dedi. Lekin men Rabbim bo'lgan u Allohni e'tirof qilaman. Ya'ni men sen degandek demayman. Men Alloh taoloning bor va birligini, uning Rabb ekanligini e'tirof qilaman. Rabbimga hech ahadini shirik keltirmayman. Ya'ni u bo'lsa shirik keltirilmay ibodat qilinadigan Alloh taolodir. Sen beg'inga kirgan chig'ingda Allohning xolig'ini bo'ladi. Allohning yordami bo'lmasa, qo'limdan hech ish kelmaydi desangchi. Sening qarshingcha mening melim va avlodim seninkidan oz bo'lsa-mu, ya'ni bu uni shundaq deyishga rag'batlantirishdir. Ya'ni sen beg'inga kirgan va uningga qaraganda u sana yiqimliq ko'ringan vaqtida Alloh taolaning sana ato qilgan ne'matlari sana boshqa birsiga bermagan mol dunyo va bola chaqalarni berganligi uchun uningga hamd aytsangchi va Allohning yordami bo'lmasa qo'limdan hech ish kelmaydi desangchi. Şunu bazı salaf olimlari kimga o'zining holi yoki mol mulki va yoki bola chaqalari yaxshi ko'rinib uni xursand qildirsa, u Allohning yordami bo'lmasa qo'limdan hech ish kelmaydi desin dedi. Bu Alloh taolaning sen beg'inga kirgan chig'ingda Allohning xolig'ini bo'ladi. Allohning yordami bo'lmasa qo'limdan hech ish kelmaydi desangchi degan oyatidan chiqarilgan hukmdir. Imom Buxoriy va Muslim Abu Musaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom menga men seni jannatning xazinalaridan biriga boshlab qo'yaymi? U bo'lsa-mu Allohning yordami bo'lmasa qo'limdan hech ish va hech narsa kelmaydi deyishdir dedi. Umidki Rabbim menga sening beg'ingdan yaxshiroq narsa ato qilg'ay. Ya'ni oxiratda Rabbim menga beg'ingdan yaxshiroq narsa ato qilg'ay. Sen mengu yo'q bo'lib ketmaydi deb o'ylagan dunyodagi beg'ingga osmondan bir ofat yuzlantirish bilan beg'ing tüp-tüz qaqas yerga aylanib qolg'ay. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma, Zahhak, Qatada qatorliqlar ve Malikning rivoyat qilishicha Zuhri osmondan bir azobni yuzlantirish bilan dedi. To'g'risi osmondan tushkini bog'ning mevalarini va daraxtlarini yulib tashlaydigan qattiq yomg'irdir. Shunga u mundaq dedi. Beg'ing tüp-tüz qaqas yerga aylanib qolg'ay. Bu odamning izimi tushmaydigan siyliq tüp-tüz qaqas tuproqliq yerga aylanib qolg'ay. İbn Abbas radhiyallohu anhuma bu oyatning ma'nosi haqida hech nima undirmaydigan giyohsiz ziminga aylanib qolg'ay deganlikdir dedi. Yoki uning suyi singib ketib, uni izlash, ya'ni asliga keltirish sening qo'lingdan kelmaydi. Ya'ni uning suyi ziminga singib ketib, uni qayta chiqarib olish qo'lingdan kelmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. Ularga aytib beqinglarchu, suyinglar yer ostiga singib ketsa, sizlarga kim iqin suv keltirib berdi degan. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Sure Kahf tefsirinden 41. ayetgacha anladыңlar. Ahırını keyin qitimli o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh.
Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.